Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga tushuntirib beradigan mavzuyim bu 7 ta svecha strategiyasi bo'ladi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu chisovoy poyezd to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni bizning chisovoy, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan to'g'ri keladigan chisovoy poyezd bu UTS+5 Ashxobod bo'ladi. Buni qo'yib olganingizdan keyin keyingi qiladigan ishinglar. Hop, 7 ta svecha strategiyasi o'zi faqat H1 time frame'da ishlab beradi. H1 time frame'da, lekin любой tovarda xudo xolasa ishlab beradi. Endi qiladigan ishimiz hozir 22:00 dagi svechani topib olamiz. Mana bizning 22:00 dagi svechamiz va o'sha svechadan boshlab 10 tarafga 7 ta svecha sanaymiz. Svechalarni to'liq belgilab oldik. Endi biz zonamizdan belgilab olganimizdan keyin, hop, take profit va stop loss aniqlab olish uchun bizga Fibonacci kerak bo'ladi. Hop, Fibonacci olganimizdan keyin buni nastroyka qolishimiz kerak. Bizga asosiy o'rinlari 0, 1, 1618, 2618 va 3618 o'rinlari kerak bo'ladi. Buni belgilab olganimizdan keyin hop qiladigan ishimiz bozor o'sha zonani qaysi tarafga yorib o'tsa tanasi bilan biz Fibonacci'ni, ya'ni sellga yorib o'tsa, biz Fibonacci'ni olib minimumdan maksimumga tortamiz. Minimumdan maksimumga tortganimizda bizning stop loss zonamiz 0 o'rinda bo'ladi. Take profitimiz 1618, 2618 va 3618 bo'ladi. Hop, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda 7 ta svecha zonamizni sellga yorib o'tdi. Fibonacci'ni biz minimumdan maksimumga tortdik. Sellga yorib o'tgan holatida. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda take profit, ya'ni ikkinchi take profit nuqtamizgacha bozor 1000 pips yurib bergan. 1000 pips bu o'zingizlar bilasizlar, kichkina rezultat hisoblanmaydi. H1 time frame'da ishlayotganimiz sababli zonalarni H1 time frame'da yorib o'tgandan keyin kichkina time frame'ga o'tib, tasdiq topib savdoga kirsanglar bo'ladi. Stop lossinglar kichkina bo'lish uchun. Endi yana bitta joyi bor. Bu strategiyada tillada volatilность katta bo'lganini hisobiga 70-75% ishlab beradi. Valyutniy para, ya'ni Euro USD, GBP USD larda 80-85% ishlab beradi. Xo'p, hammanglar strategiyani tushundinglar degan umiddaman. Hammaga rahmat.